Yarim sotix joydan 4 million qo'shimcha daromad olyapmiz desam ishonasizmi? Unda ushbu videoni davomini ko'ring. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Hozir aytib o'tganim, yarim sotixli olma bog'imiz ostida xuddi shunday qulupnay ko'chatlarini yetishtiramiz. Qulupnay ko'chatlarimiz hozir xuddi shunday qator oralarida qoladi va erta bahorgacha bu to'liq qator oralarini, qator ariqlarini to'liq egallaydi va biz buni erta bahor mart, aprel oylarida ko'chatlarini ko'chirib 10 ta bog'lam qilib bozorga topshirib kelamiz. Xuddi shu yer yarim sotixli joydan bu yil qo'shimcha daromad sifatida 4 million so'mga qulupnay ko'chatlarini sotdik. Sizlar ham tavsiya beraman, xuddi shunday qo'shimcha qisqagina kichik yerlaringdan qo'shimcha daromad olishinglar uchun qulupnay ko'chatlar yetishtirishga tavsiya beraman va qulupnay ko'chatlarini agentlar orasida qoldirib, agentlar chetlarida esa qo'shimcha o'zimiz iste'molimiz uchun bulg'or qalampirlar ekib qo'yganmiz. Yana shunday foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, bizning kanalimizga obuna bo'ling, do'stlaringizga ulashib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.